Assalomu alaykum. Intervyu olamiz. Hozir Space Upgrade o'yinidan aloqaga chiqmoqdamiz. Ulug'bek Parpiyev yonimda. Space o'yinchisi bugun poker qayd etdi. Ulug'bek Parpiyev. Ulug'bek, bugungi o'yinda hozir qayd etgan jamoangiz natijasi va o'zingizni urgan gollaringizdan hissiyotlar qanaqa? Yaxshi, zo'r harakat qildik. Afberavishda g'alabaga erishishni o'ylayman. Raqib jamoaga ham kattakon rahmat. Bundan keyin o'yinlarga ham xudo xolasa yaxshi tayyorgarlik qilib, g'alaba uchun kelishga harakat qilamiz. Gollarga keladigan bo'lsak, o'zim ham maza qildim. Chiroyli gollar bo'ldi. Xudo xolasa keyingi o'yinlarga ham shunaqa gollar uchun harakat qilamiz. Manda jamoa pozitsiyasi bo'yicha bir savol bor edi. Manda yana bir savol bor. Jamoa pozitsiyasi bo'yicha Isoqov o'rinlariga rotatsiya bo'lgan Sobitov darvozabon. Juda sovuqqa o'ynadilar, qoyil qoldi. Nima deysiz shu jamoani orqa pozitsiyasida o'ynagan o'yinchilar? Zo'r, o'zi darvozabonimiz narigi darvozabonimiz ham zo'r edi. Haqiqatan ham kuchli darvozabonlardan o'zimiz. Bu darvozabonimiz ham o'zi yaxshi turdi. Haqiqatan ham chiroyli bo'ldi. Undan tashqari yosh bo'lishiga, umuman jismoniy jihatdan biroz kichkina bo'lishiga qaramasdan Islomjon ham ancha yaxshi harakat qildi bugun o'yinda. Uning mehnati ham ancha katta hissa qo'shdi g'alabamizga. So'nggi savolim Ulug'bekka, keyingi o'yinda tarkibda yoki jamoa tuzilmasida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Xudo xolasa mana shu tarkibimizni saqlab qolishga harakat qilamiz. Iloji boricha. Keyingi o'yinga yana ham yaxshiroq tayyorgarlik qilishga harakat qilamiz. Demak, optimal tarkib shu bo'ladi. Xudo xolasa shu Ulug'bekka intervyu uchun rahmat. Endi navbat Alixon akaga Upgrade jamoasi savdoridan hozir emosiyalarni so'raymiz. Space Upgrade o'yini yakunlandi. Alixon aka, o'yin haqida va jamoani tuzilmasi, qanaqa natija haqida fikringiz? Meni fikrim, endi bu gal yana yutqizdik. Endi bu xolisona ahvol edi, chunki biz baribir o'tgan intervyuda aytganimdek spetsivni bolamasmiz. Endi shunga harakat qilib o'zi keldik bu yerda. Bu gal men o'zim ham sezdim, ko'proq o'ynadi, chempionda tepgandan ko'ra past o'ynashda ozgina tizimlashtirish bilan shug'ullanadi. Endi baribir ozgina yetmay qoldi. Ozgina yetmay qolgan bo'lsa, ozgina charchadi ham. Yugurib odam bu yoqqa yugurib kimdir qaytib kelmadi, kimdir yoqmadi, lekin Space komandasiga gap yo'q, hamma bolalar sportivniy bolalar. Yugurib havosim keldi boshdan. Sanasa qilib o'ynadik. Menimcha katta shotcha sanamadim bor, shunga bo'lib. Full fokus o'yinda edi, sanaganim sanamadim. Necha bo'lib har doim 0-0 menimcha. Yo harakat qildik, balki yutqizgan bo'lsa ham ularga o'xshab pas o'ynab tepishga harakat qildik. Shu albatta meni fikrim ham shu, ancha tejamkor va paslar bilan o'ynaydi. Demak, keyingi o'yinda yana ham puxtaroq o'yin ko'rishimiz mumkin. Xudo xolasa. Yana balkim sostavimiz o'zgarar, balkim o'zimizlar yana 20 dan oshiq xodimchilikni balkim ikki futbolchi chiqsa orasida. Ikkita tarkibga qo'shishinglar mumkin. Tarkibga qo'shishimiz. Ikkita zamina bilan o'ynaymiz ham kelib, ozgina rotatsiya qilib o'zgartirib o'ynashga harakat qilamiz. Jamoada kim o'ynaydi? Yaxshi deb baholaysiz. Gal birinchi gol sohibimiz Modric deb o'sha bugun ancha yaxshi o'ynadilar, gollar ham urdilar. Zashtani o'sha berdilar, o'tdi, atakini qadashib bo'lib, zashtda o'ynab hamma yoqda. Ular ularga beramiz menimcha. Biz o'zimizdan, ya'ni sostavni esa, ya'ni ularni baholaysiz hozir. Agar o'yinda bo'lsa, men kamisidan Modric o'ynagan akaman. Space o'yinchisi. Atak bizning tarkibimizda Rahmat Alixon aka, uchun keyingi o'yinlarda omad.